Rosa men gapirmoqchiman. Kecha bitta kishi iltimos qilgani uchun men gapiryapman. Taksiga chiqqanimda gapirdi. Anaqa bu narsalarni nima qilmanglar demak, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan gaplarni gapiringlar. Xo'p, aka dedim. Ertaga ko'rasiz dedim. Xullas men nima demoqchiman? Metrolarga chiqqanimizda biz 80-yillarda, 90-yillarda darrov kattalarni ko'rsak biz joy berardik. Hozir unaqa emas. Hozir boshqacha. Telefonni olib olishadi-da. Qarab o'tirishadi telefonga, katta odamlar, ikki qat ayollar turaveradi. Ularni ko'rmagandek bo'lib yurishaveradi yoshlar. Endi yoshlarga nasihatim unaqa qilmanglar. Bu yaxshi emas. Ota-onalar tarbiya berganda sizlarga. Kattalarni ko'rganda assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Tuzingmisiz? Qo'lida og'ir narsalar bo'lsa, yo'llardan chorrahalardan o'tayotgan bo'lsa, ko'tarib olib borib bundoq joylashtirib bundoq anaqasini olish kerak, nimasini. Nima deydi? Duosini olinglar demoqchiman. Mana shularni gapiringlar deganim uchun men gapiryapman lekin. Yana o'zingizlar bilasizlar. Endi o'tirib olib kattalarni behurmat qilsam bo'lmabdi. Endi bu odam bechoralar turishaveradi. Asla o'tiraverasizlar. Bunaqa bez bo'lish kerak emas-da. Yoshlarga nasihatim. Kattalarni ko'rganda hurmat qilinglar, salom beringlar. Joyiga qo'yinglar hurmatini, hammasini. Ertaga sizlar ham qaraysizlar bir kun. Qarib, o'sha darajaga yetganinglarda keyin meni tushunasizlar. O'shanda. To'g'risi yana xafa bo'lmanglar. Telefonga ham juda mukkiylardan ketmanglar undaqa. Telefon nima bu? Bizni paytda telefon bo'lmagan. Ikki telefonda telefon qilardik. O'sha telefonlarni sal yig'ishtiringlar. Yo anaqalarni nima deydi? Sal o'ylab chiqish kerak odam. Deb telefonga yopish olmasdan, kichkina bolalar ham yopishib olgan hozir bor. Ko'z og'riydi, boshqasi biz ochki taqmasdan ko'rishadi. Bu nimasi bu? Bunaqa qilmanglar o'rtoqlar. Endi men gapirmoqchi emas edim, mayli o'sha muxlislarimiz iltimos qilgani uchun gapiryapman. O'shanaqa qilmanglar. Kattalarni ko'rdinglarmi, hurmat qilinglar, izzat qilinglar. Yuziga qarab tik gapirmanglar. Salominglarni kanda qilmanglar. Shu ota-onalarni hurmat qilinglar. Ota-ona ham vaqtinchalik ota-ona, keyin ota-onani topa olmaysizlar bunaqa. Izlab ham kunduzi chiroq bilan yoqsanglar ham mari ota-onani topa olmaysizlar. Hurmat qilinglar. Ertaga mana o'zingizlarga bolalaringlardan qaytadi. Shuncha aytmoqchiman. Ehtiyot bo'lib, anaqa qilib o'zingizlarga qarab, hammaga ishondirmasdan yuringlar. Hozir birovga birov ishonadigan zamon emas-da hozir. Qizlarga aytayapman, ayniqsa